Roza tutadigan lekin namoz o'qimaydigan odamning holatini so'rashmoqda. Tutilgan ro'zasi inshaalloh qabul bo'ladi va bu odam roza tutar ekan, unda hali yaxshilik bor inshaalloh. Muhimi bu kishi odamlardan uyalgani uchun emas, xolis Allohga yaqinlashish uchun tutish kerak. Va balkim Alloh unga namoz o'qishga tavfiq berar, lekin bilsinki, namoz rozadan muhimroq. Namoz rozadan muhimroq. Va u kishi bu Ramazonni Allohga qaytishlik uchun fursat, imkoniyat deb bilish kerak. Zero namoz uncha ko'p vaqt olmaydi-ku. Kun davomida 30-40 daqiqa xolos. Kun bo'yi 24 soatda. Boshlanishiga hech bo'lmasa faqat farzlarni o'qisin. Vaqtincha nafillarni, sunnatlarni o'qimay tursin. Boshlanishiga faqat. Keyinchalik namozga muhabbat qo'yganda va namozda rohat sezganda, sunnatlarni ham, nafillarni ham o'zi o'qishni boshlaydi. Alloh barchamizni hidoyat bilan isloh qilsin. Ba'zi odamlar ko'p ma'siyatlar sodir qilishadi. Shunda uni namozga chaqirishsa, namoz o'qi deyishsa, namoz o'qiganimdan nima foyda deydi. Qalbim gunohlarga to'lib ketgan deydi. Gunohlardan voz kechmagunimcha namoz o'qishim kulgili deydi. Bu shaytondan. U insonni Allohning rahmatidan noumid bo'ladigan darajaga olib chiqmoqchi bo'ladi. Inson nima bo'lganda ham namozni tark qilmasligi kerak. Namoz shunday bir masalaki, aksar ulamolar uni tark qilgan inson kofir bo'ladi deyishgan. Aroq ichgan odam kofir bo'lmaydi. Zinokor kofir emas, lekin namoz haqida keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, biz bilan ular kofirlarning o'rtasidagi farq namozdir. Kim uni tark qilsa kofir bo'libdi dedilar. Iymon bilan kufr, shirkning o'rtasida namozni tark qilishlik bor. Inson qanday ma'siyat qilsa qilaveradi, lekin namozni tark qilish mumkin emas. Islom 5 narsaning ustiga qurilgan. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi deb guvohlik berish, undan keyingisi esa namoz o'qish. Alloh tavfiq bersin.